Assalomu alaykum. To'p va gol kanalining ashaddiy muxlislari va yangi muxlislariga assalomu alaykum deb qolaman. O'tgan haftada bo'lib o'tgan Top 5 chempionatdagi o'yinlarni, qiziqarlilarini sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Bu videoni bekarga omad grantlar inqirozi, omadsizlar haftaligi deb bekarga nomlamadim va buni sababini video davomida bilib olasizlar. Videoni oxirigacha tomosha qiling, qiziqarli tahlil, ma'lumotlar haqida bilib olasizlar. Bu futbol shunchaki o'yin emas, dramatik sahnalardan iboratligini o'tgan hafta dam olish kunlaridagi o'yinlarda bilib oldik. Grantlar qanday yiqildi, kim qanday xatolarga yo'l qo'ydi, qaysi jamoalar o'zini tiklab keyingi o'yinlarga kayfiyatini yaxshilab oldi va bugungi tahlilimizda Liga 1, La Liga, APL, A seriyadagi shov-shuvli natijalar tahlil qilamiz, o'rganamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu sizlar uchun juda qiziqarli bo'ladi va qiziqarli xulosalarni o'zingizga qabul qilib olasiz. Qani unda biz boshladik. Sizlar bemalol tomosha qilib ishda bo'lsangiz ishingizni qilavering. Yo'lda bo'lsangiz yo'lingizga qarang. Biz ketdik. Dastlabki o'yinga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu Fransiyadagi La Classique deb nomlangan fransuzlar klassikosiga bir nazar tashlaymiz, o'shanga e'tibor qaratamiz. Bu juda ham qiziqarli o'yin bo'lib o'tdi. Bu o'yinda Paris Saint-Germain o'z maydonida Olympique Marseilleni 3-1 hisobda mag'lub etdi. Bu g'alaba PSJning chempionlik sari yo'lida yana bir qadamni oldinga siljishiga sabab bo'ldi. Statistikalarga bir nazar tashlab qo'yamiz. To'pga egalik qilishda mana PSJda 61%, Marseillda 39%, umumiy zarbalar mana PSJda 16ta, Marseillda 11ta, aniq zarbalar 5-2. Xo'sh. XG'larga qaraydigan bo'lsak, PSJning XG'si 2,5 tashkil etdi. Juda yaxshi, deyarli 3ta golga yaqin XG'dan 3ta gol urgani juda yaxshi natija hisoblanadi. Marsel esa 1.2 XG qayd etib, bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Xo'sh, gollarga keladigan bo'lsak, Usman Dembele 2025-yildan boshlab umuman boshqacha formaga kirib oldi, bilasizlar. Kurashni ushlab oldi desak ham bo'ladi. Ancha ulg'ayganini ko'ryapmiz. Va bu o'yinda 17-daqiqada PSG Dembele o'zining tezkorligi va individual mahorati bilan raqiblarni aldab o'tib gol urdi va hisobni ochdi. Va birinchi bo'lim yakunlanishi yoz vaqti olganda Nuno Mendes 42-daqiqada uzoq masofadan kuchli zarba yo'llab birinchi bo'limda 2-0 hisobida PSJning g'alabasi bilan ta'minladi birinchi bo'limda. Va ustunligi yanada mustahkamlandi va o'yinda ikkinchi bo'limida Marsel javob qaytardi. 50-daqiqada Amine Gouiri gol urdi. Va o'yinning 76-daqiqasida Paul Leroy o'z darvozasiga gol urib, PSJning yirik g'alabasini ta'minlab qo'ydi kutilmaganda. Jamoalarning hujum va himoya uslubi haqida gapiradigan bo'lsak, PSG kutilganidek chempionlar ligasida ham, o'zini Liga 1da ham to'pni asosan bu o'yinda ham ko'p ushlab turdi, tezkor hujumlar qildi.
o'yinni ko'proq qanotlarga yo'naltirdi va Hakimi va Mendes faol ishtiroki ko'zga tashlandi. Marselga keladigan bo'lsak, Marsel ko'proq to'pni himoya maydonini ushlab turishga harakat qildi o'z maydonida va tezkor qarshi hujumlarga asoslandi va ko'proq paslar evaziga hujumlar qurishga muvaffaq bo'ldi. Xo'sh, o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, bu g'alabadan so'ng PSG o'z tarkibchisidan farqni 19 ochkoga yetkazdi va bu ochkolar farqini berib qo'ymagan holda oxirida doimgidek PSG Liga 1da chempion bo'lsa kerak va PSG ancha jamoasi shakllanib qolgan. Luis Enrike ancha jamoasini shakllantirganini ko'rib turibmiz. Ancha o'zgargan. Yulduzlar ketgandan keyin hamma teng jamoaviy tarzda kurashyapti, tezkor hujumlar qilyapti. PSJning hujumkor o'yini va himoyadagi ishonchliligi menga juda yoqyapti. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'sha o'yindan keyingi PSJning va Luis Enrikening fikrlariga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, jamoaning barcha mavjud sovrinlarni qo'lga kiritishga intilayotganini ta'kidlabdi va bu g'alabadan keyin PSG muxlislari juda ham xursand bo'ldi Klasikoda yutganidan. Xo'sh, bu o'yinda juda qiziqarli voqealar bo'lib o'tdi va shu haqida PSG bosh murabbiyi Luis Enrikening o'yin haqida fikrlariga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, u shunday debdiki: "O'ylaymanki, biz mavsum boshidanoq juda yaxshi raqiblarni boshdan kechirdik. Chempionlar Ligasida biz boshida darvoza oldida biroz aniqlik yetishmaganimiz aniq. O'yinchilar buni juda tez hal qilishdi va raqiblar shuni ko'rsatadiki, bu ajoyib mavsum bo'ldi va juda barqaror mavsum. Shuning uchun biz ikkinchi o'rindagi jamoadan 19 ochko oldindamiz", deb fikr berdi va Fransiya Ligasi haqida so'rashganda u shunday javob berdiki, Luis Enrike: "Fransiya Ligasi oson liga emas. Garchi hamma buni oson desa, bu yolg'on. Men buni raqiblar, murabbiylar bilan gaplashganimda tasdiqlay olaman. Bu jismoniy liga, bu juda yaxshi o'yinchilarga ega liga va shuning uchun biz Fransiya jamoalarining Yevropada raqobatlashayotganini ko'ra oldik va biz buni ko'rishda davom eta oldik. Yanvar oyidan beri lekin menimcha jamoa hal qiluvchi juda muntazam, juda barqaror va juda ma'no jihatdan ham juda yaxshi shakllanayotganini ko'ra olyapman. Bizning futbolchilar shug'ullanayotganlarini bilishadi. Garchi takrorlasam ham juda yaxshi formaga kirib oldi o'yinchilarim", deya fikr bildiribdi. Fransiya Ligasi haqiqatdan ancha o'sganini guvohi bo'lyapmiz. Buni PSJning Chempionlar Ligasida qanday qatnashayotganini ham isbot bo'la oladi. Liverpul bilan qanday o'ynaganini. Xo'sh, Fransiya Ligasi asosiy o'yini tahlilimiz shu. Xo'sh, Fransiya Ligasi qolgan o'yinlarni sizlarga bir qator aytib o'taman. Eng muhimlari Lyon 4-2 hisobda mag'lub etdi Gavr jamoasini. Xo'sh, Monaco 2-0 hisobda Anje jamoasini mag'lub etdi.
Qolgan o'yin natijalarini ekranlaringizda ko'rib olishingiz mumkin. To'purlar bahsida doimgidek Usmon Dembele yetakchilik qilyapti 21 gol bilan. Keyingi o'rinlarda to'purlar bahsida Mason Greenwood, Jonathan Davidlar ortidan quvib boryapti. Usmon Dembele haqiqatdan bu mavsumda fantastik formaga kirib oldi va PSJning Liverpool ustidan g'alabasidan keyin oltin to'p uchun kurashda asosiy favoritga aylanib oldi. L'Equipe nashriga ko'ra Fransiyaning bilasizlar oltin to'pdan o'zi fransuzlar tomonidan beriladi va buni inobatga oladigan bo'lsak, agarda PSG finalgacha yetib boradigan bo'lsa, Dembele olishi mumkin va bu imkoniyatlar keskin oshib ketishi ko'pchilik taxmin qilyapti. Bu haqida sizlar nima deb o'ylaysizlar? Agar finalgacha yetib bora olsa, Dembele oltin to'pni qo'lga kirita oladimi? Va chunki oltin to'p uchun ovoz berilishi uchun jurnalistlarga Chempionlar Ligasi tugagandan so'ng tarqatilar ekan dunyodagi jurnalistlar sardorlarga. Va tabiiyki Chempionlar Ligasi hal qiladi. Yozda bo'lib o'tadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionati bunga kirmaydi ekan ovoz berishda. Asosiy rolni demak Chempionlar Ligasi hal qiladi. Va o'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Kim loyiqmi, loyiq emasmi Usmon Dembele? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'sh. Keyin A Seriyaga e'tibor qaratamiz. A Seriyada ham juda grantlar qoqilishiga, inqiroziga sabab mavzuyimizga mos o'yinni tahlil qilamiz. Va bu o'yinni tahlil qilishdan oldin qolgan boshqa o'yinlar natijasini sizlarga aytib o'taman. Inter ishonchli tarzda 2-0 tarzda Atalantani mag'lub etdi va birinchi o'rnini mustahkamlab oldi. O'sha Roma Shomurodov jamoamiz, o'ynayotgan jamoamiz 1-0 hisobda Kalerini mag'lub etdi. Bu o'yinda Shomurodov ikkinchi bo'limda maydonga tushdi, ammo gol urishga muvaffaq bo'lmadi. Napoli esa Verona bilan 0-0 natija qayd etdi. Milan o'z uyida Cromoni 2-1 hisobda mag'lub etdi. Va biz tahlil qiladigan o'yin qiziqarli va kutilmagan o'yin desak ham bo'ladi. Fiorentina Yuventusga hech qanday imkoniyat qoldirmagan holda 3-0 hisobida mag'lub etdi. Juventus Fiorentina va Yuventus o'yinini tahlil qiladigan bo'lsak, o'yinning 15-daqiqasida Robbie Gosens hisobni ochdi. O'yinning 18-daqiqasida Rolando Mandragora o'yinni 2-0 hisobga keltirdi va birinchi bo'limda 2-0 hisobda Fiorentina g'alabasi bilan yakunlandi. Ikkinchi bo'limda esa o'yinning 53-daqiqasida Albert Gudmundsson yirik 3-0 hisobga keltirdi o'yinni va o'yin 3-0 hisobda yakunlandi. Bu statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aniq umumiy zarbalarda Yuventusda biroz ustunlik bor. 11-9, aniq zarbalar 3-2. To'pni egallab turishda Yuventusda 64-36 ustunlik ko'ryapmiz mana. Endi jamoalarning hujum va himoya uslubiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, Fiorentina bu o'yinda qanday g'alaba qozondi deydigan bo'lsak, tezkor hujumlar va o'yinchilarning o'zaro hamjihatligi bilan Yuventusdan ajralib turdi. Bu shunchaki tasodifiy natija emas. O'yinda ham ancha yaxshiroq harakat qildi. Yuventus esa ko'proq to'p nazorat qilishga e'tibor qaratdi va hujumda yakunlashda muammolarga duch kelyapti.
Fiorentina bu o'yinda 4-3-3 sxemasida maydonga tushdi va himoyachilar va hujumchilarning tezkorligi bilan ajralib turdi. Yuventus esa 4-2-3-1 sxemasida o'ynadi. O'yinda Fiorentinada Albert Gudmundsson o'yinda juda ajoyib turdi, juda yaxshi o'ynadi. Eng yaxshi o'yinchilardan biri bo'ldi. Yuventusda esa men uchun ajoyib turgan o'yinchini aytadigan bo'lsam, Weston McKennie bo'ldi. O'yindagi Yuventusdagi eng tirik o'yinchilardan biri desam adashmagan bo'laman. Yuventus ketma-ket ikkinchi marta bu o'yin ikkinchi marta 3 gol va undan ko'p farq bilan yengildi. Bu ham qiziqarli ma'lumot hisoblanadi. Yuventusda ishlar orqaga ketyapti. Grand klub bo'lishiga qaramay anchagina inqirozlar bo'lyapti bu jamoada. Nima deb o'ylaysizlar, Yuventus o'zini oldingi mavqeini tiklab oladimi? Nafaqat jahonda, balki A seriyada ham aytyapman. Hegemonligini qaytara oladimi deb nima deb o'ylaysizlar? Qaysi murabbiy kelsa qaytarib olishi mumkin, o'zgartira oladi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Va bu mag'lubiyatdan keyin Chempionlar Ligasiga yo'llanma beruvchi o'rinlari hali mahrum bo'lgan Yuventus va kurashishda davom etadi. Fiorentinada ham hali umidlar bor. Endi A seriya bo'yicha tahlillarim shularga iborat edi. Endi Bundesligaga o'tamiz. Bundesligada ham juda qiziqarli o'yinlar bo'lib o'tdi. Va ularda eng muhimlarini sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz va birinchi bo'lib Stuttgart va Bayer Leverkusen o'rtasidagi otishma o'yinini ko'rib chiqamiz. Bu juda qiziqarli o'yin bo'ldi bu o'yin ham. Men asosan bu o'yinni to'g'ridan-to'g'ri ko'ra olmadim, lekin highlightlar va xavfli vaziyatlar, gollarni ko'rib chiqdim. Juda yaxshi harakat qilgan Bayer jamoasi ham, Stuttgart ham. Va bu o'yinda qiziqarli jarayonlar bo'ldi. Holatlar, ikkala jamoada ham avtogollar kiritildi. Bu juda ham qiziqarli. Men uchun o'yinga keladigan bo'lsak, o'yinning 14-daqiqasida Stuttgart Elmedin Demirovich hisobni ochdi. Va o'yinning 48-daqiqasida Nikolas Wolf-Fermade Stuttgartni 2-0 hisobiga keltirdi o'yinni. Birinchi bo'lim 2 hisobda yakunlandi. Jamoalar shu bilan tanaffusga chiqib ketishdi. Birinchi bo'limda Bayer ancha qiyin urinishlarga qaramay hech qanday natija qila olmadi. Ikkinchi bo'limda Xabi Alonso jamoasini ancha o'zgartira oldi, ancha qo'shdi jamoasiga, kuch bera oldi, kuch bag'ishla oldi va o'yinning 56-daqiqasida Jeremy Frimpong hisobni qisqartirdi va comeback uchun asosiy ishni boshladi desak ham bo'ladi. Va o'yinning 67-daqiqasida Inkapi 2-1 hisobda oldinga chiqishiga sababchi bo'ldi Bayernning o'yinda va o'yinning 62-daqiqasida Granit Xhaka avtogol evaziga Stuttgartga yordam berib yubordi. O'yinning 88-daqiqasida esa Stuttgart o'yinchisi
Bayerga yordam berib yubordi va o'yin 3-3 hisobda yakunlanayotgan edi va Bayer Leverkusenda o'tgan mavsumdagi o'yinning oxirlarida doim g'alabani ilib ketdi, muxlislarga xursandchilik bag'ishlayotgan lahzalarni taqdim etdi. Chunki Patrik Shik o'yinning qo'shib berilgan daqiqalarda 90+4da g'alaba golini urishga muvaffaq bo'ldi va g'alaba qozonib ketdi. Stuttgartda umumiy o'yiniga nazar tashlaydigan bo'lsak, jamoa tezkor hujumlarga tayandi. To'pni tezda oldinga uzun paslar orqali amalga oshirdi o'yin. Videodagi uzilishlar uchun uzr so'raymiz. Tahlillarimiz davom etadi. Xo'sh, o'yindagi statistikaga bir nazar tashlab qo'yamiz. Umumiy zarbalarda Bayer Leverkusen 16 zarba yo'llagan, Stuttgart esa 11 ta, aniq zarbalar esa 6-4. To'pni egallab turishda doimgidek Bayer Leverkusen ustunligi 57-43. Xo'sh, o'yindan keyin murabbiy o'yinchilar fikrlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Bayer Leverkusen bosh murabbiyi Xabi Alonso o'yindan keyin shunday debdiki: so'nggi daqiqalarda urilgan gol biz uchun sehrli lahza bo'ldi va g'alaba hissiyotini totishga yordam berdi deb ta'kidlabdi va o'yinchilarimga men hech qachon taslim bo'lmasliklari uchun rahmat aytaman. Oxirigacha kurashib 3 ochkoni qo'lga kiritish istagi bor edi va Stuttgart juda kuchli o'ynadi. Bu g'alaba biz uchun juda muhim, ayniqsa Chempionlar Ligasidagi mag'lubiyatdan keyin, deya aytib o'tibdi. Va bu g'alabasi bilan oradagi farqni qisqartirdi Bavariya bilan. Agar g'alaba qozona olmaganda yana chempionlik o'zi deyarli imkon yo'q edi-yu, biroz umid paydo bo'ldi. Chunki Bavariya mehmonda durang o'ynab qo'ydi va oradagi farq 6 taga yetib qoldi. Nima deb o'ylaysizlar? Balki qisqarib ketishi mumkin bu farq. Chunki Bavariya Chempionlar Ligasida hali kurashdan chiqib ketmagan, Interga qarshi 2 ta og'ir o'yin kutib turibdi va bu o'yinlar Bundesligadagi o'yinlarga Bavariyaga ta'sir qilishi mumkin va Bayer Leverkusen muxlislariga biroz umid uyg'otishi mumkin. Endi bu o'yin haqida Bayer Leverkusen hujumchisi Patrik Shikning fikrlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'yin nihoyatda dramatik bo'ldi. Oxirgi daqiqalarda gol urish bizning jamoamiz ruhiyatini ko'rsatadi. G'alaba biz uchun juda muhim edi, deya fikr bildiribdi. Stuttgart murabbiyining fikrlariga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, shunday dediki: birinchi bo'limda yaxshi o'ynadik, ammo ikkinchi bo'limda diqqatimizni jamlay olmadik. Raqibimiz tajribali va ular oxirigacha kurashdi. Biz o'zimizni yaxshi his qildik, ammo natija biz xohlagandek bo'lmadi, deya fikr bildiribdi. O'z g'alabasi chempionlik poygasida chiqib ketmaganligini anglatadi. Garchi Bundesligada qolgan ligalardagi kabi ko'p o'yin bo'lmasa ham,
biroz umid saqlab qoldi desak bo'ladi bu g'alabasi bilan. Nima deb o'ylaysizlar? Bundesligada intriga saqlanib qolyaptimi yoki saqlanib qolmayaptimi? O'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Yoki Bavariya 6 ochkoli farqni yo'qotmaydi deb o'ylaysizlarmi? O'yinga ham yetib keldik Bavariyaga. Yoki qoqilishi mumkin deb o'ylaysizlarmi? O'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Endi Bundesliga yetakchisi Bavariyaning mehmondagi o'yinini tahlil qilamiz. Bavariya ham Chempionlar Ligasida og'ir o'yinlardan keyin yetib keldi. Chunki Bayer Leverkusenga qarshi garchi g'alaba qozongan bo'lsa ham charchoqlar bilan yetib keldi va bu charchoqlar o'yinga ta'sir qildi deb o'ylayman. Va 1-1 hisobda durang o'ynadi mehmonda. Va o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi golni Bavariya hujumchisi Leroy Sané Michael Olisning uzatmasidan so'ng gol urishga muvaffaq bo'ldi va ikkinchi golni esa Union Berlin o'yinchisi himoyachisi Josep Juranovic uzatmasini Benedikt Hollerbach 83-daqiqasida darvozaga yo'lladi va o'yindagi durang erishuvchi golini urishga muvaffaq bo'ldi jamoasining va 1 ochkoni qo'lga kiritdi Union Berlin jamoasi. Union Berlin bu o'yinda 4-4-2 sxemasida maydonga tushdi va o'z imkoniyatlarini o'ylagan holda, tushungan holda himoyaviy uslubni tanladi. Qarshi hujumlarda o'z omadini sinab ko'rdi. Bavariya esa 4-2-3-1 sxemasida maydonga tushdi. Statistikadan ko'rib turibsizlar, to'pni egallab turish mutlaq ustunlik 80-20, aniq zarbalarda ham 18-7 Bavariya oldin, aniq zarbalar esa 4-3 va bu o'yinda Chempionlar Ligasida o'yin ta'sir qildi deb o'ylayman, chunki charchoq alomatlari bilindi. Hujumni yakunlashda bir qancha qiyinchiliklarga duch keldi, chunki Union Berlin himoyada juda yaxshi o'ynadi. Himoyada juda yaxshi turdi desak bo'ladi Union Berlin. O'yindan keyingi murabbiylar fikrlariga e'tibor qaratamiz. Union Berlin murabbiysi shunday debdiki, Bavariyaga qarshi durang o'ynash biz uchun katta yutuq. Jamoaning kurashuvchanligi va qat'iyligi meni xursand qiladi deb fikr bildiribdi. Bavariya murabbiyi Misen kompaniya fikrlariga e'tibor qaratadigan shunday debdiki, ikkinchi o'yinda yana 2 ochko yo'qotish biz uchun qabul qilinmaydi. Jamoa o'yinni yaxshilashimiz kerak deya fikr bildirdi. To'g'ri, Bavariya o'tgan Chempionlar Ligasi oldingi o'yinda Bundesligada ham durang natija qayd etgandi, bu o'yinda ham durang natija qayd etdi. Va bu durang natijasi bilan aytib o'tganimdek Bayer Leverkusenni farqni qisqartirdi, 6 ochko bo'lib qoldi yana farq. Xo'sh. Bu Bundesligaga qolgan o'yinlar natijasi va Bundesliga jadvalini ko'rib turibsizlar. Aytib o'tganimdek 6 ochkolik farq, birinchi o'rin va ikkinchi o'rindagi orasidagi farq. Borussia Dortmund haqida ham biroz aytib beradigan bo'lsam, Borussia Dortmund yana mag'lubiyatga uchradi. Leipzig jamoasiga qarshi 2-0 hisobda mag'lubiyat uchradi. Bu mag'lubiyatidan keyin Borussia ustozi agar yana bitta
yutqazadigan bo'lsa jamoasi ketishi mumkin, lekin sport direktorlari o'tgan o'yin oldidan men sizlarga tahlil aytib o'tgandim, videoda aytganimdek, u sport direktorlari lekin Borussia Dortmund ustoziga ishonyapti ekan. Nima deb o'ylaysiz, Borussia Dortmund Yevrokuboklar uchun beriladigan yo'llanma beriladigan o'rinlarga yetib bora oladimi yoki yetib bora olmaydimi? Keyingi mavsum ko'rmaymiz Borussia Dortmunddan qiziqarli o'yinlar. Nima deb o'ylaysizlar? O'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Borussia Dortmund Chempionlar Ligasida bilasizlar, Barselonaga qarshi tushgan. Bu yerda ham imkoniyatlari biroz pastroq deb taxmin qilyapti ko'plab sport nashrlarida. Xo'sh, Bundesligada asosan birinchi o'rin va ikkinchi o'rin o'rtasida kurashlarimiz biroz qiziqarliroq bo'lyapti ko'pchilik uchun. Va bu Bundesligada to'p urarlar bahsida Harry Kane 21 gol bilan yetakchilik qilyapti. Undan keyingi o'rinlarda Patrik Schick va hozir Manchester Cityda o'ynayotgan Umar Marmush 3-o'rinda ketyapti. Qiziq. Bu holat aslar bo'yicha ham Bayer Leverkusen Florian Wirtz, lekin Florian Wirtz jarohatda Bayer Leverkusenni qiyin ahvolga solib ketdi. Xo'sh, Bundesliga tahlillarim shulardan iborat edi. Nima deb o'ylaysizlar? Oxirigacha Interga saqlanib qoladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'sh, endi keyingi o'yinlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, APLga bir nazar tashlaymiz. APLda markaziy o'yinlarga e'tibor qaratamiz. Dam olish kunlaridagi markaziy o'yinlardan biri hisoblangan APLda Arsenal Emirates stadionida Chelseani qabul qildi va kichik 1-0 hisobda g'alabaga erishdi. Va o'yindagi yagona golni Mikel Merino birinchi bo'limda kiritdi. Arsenalning o'yiniga uslublarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jamoa o'yinning boshidan hujumkor uslubda o'ynadi. To'pni tez-tez raqib maydoniga o'tkazib, qanotlar orqali hujum tashkil qildi bu o'yinda. Chelsea esa himoyaviy o'yin uslubini qo'lladi bu o'yinda va tezkor qarshi hujumlar orqali gol urish imkoniyatlarini izladi. Va umumiy zarbalardan ko'rib turibsizlar, Arsenalda 12 ta, Chelseada 8 ta, umumiy zarbalarda 4-4. Endi Chelseadagi bunga sabab Nicholas Jacksonning yo'qligi deb o'ylayman, chunki u travmada, u o'ynagan vaqtlarda jamoasi pressingda juda yaxshi qatnashardi, yordam berardi, jamoasiga va hujumlarda ham faol qatnashardi Nicholas Jackson. Xo'sh, bu o'yinda Arsenal 4-3-3 sxemasida doimiy maydonga tushdi. Chelsea esa 4-2-3-1 sxemasida o'ynadi bu o'yinda. Xo'sh, bunday jadvalni ko'rib turibsizlar. Arsenalning chempionlik uchun kurashishi biroz qiyin deb o'ylayman, chunki oradagi farq juda katta, 12 ochkoni tashkil qiladi. Xo'sh, lekin Liverpool ancha kayfiyati tushib ketdi. Liverpool o'yiniga bir to'xtalamiz. To'xtalishdan oldin Ligasi Aston Villa bilan 2-2 o'ynadi. Premier Ligadagi qolgan o'yinlarni sizlarga aytib o'taman. Liverpool o'yiniga o'tishdan oldin. Xo'sh, yuqsanib o'ynayotgan jamoa Manchester City jamoasi Brighton bilan 2-2 hisobda durangga imzo chekdi va bu o'yinda
bizning afsuski Husanov avtogolga sababchi bo'ldi. Endi bu golga sabab endi aybdor demasak bo'ladi. Endi bu tabiiy hol deb o'ylayman. Bu himoyachini bizni Husanov o'rnida boshqa o'yinchi bo'lganida ham avtogol bo'lardi. Va bu haftadagi grantlar qoqilishiga yana bir misol qiladigan bo'lsak, Tottenham doim o'z o'yinini topolmayapti. Fulhamga qarshi 2 hisobda mag'lub bo'ldi. Xo'sh, Tottenham o'z o'yinini tiklab oladimi, nima deb o'ylaysizlar? O'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Tottenham jamoasini ekrangizda ko'rib turganingizdek 14-o'rinda ketyapti. Xo'sh, Manchester United esa 3-0 hisobda Lesterni mag'lub etdi. Qolgan o'yinlar natijalarini ko'rib olishingiz mumkin. Va to'plarlar bahsida Muhammad Salah 27 gol bilan yetakchilik qilyapti Premyer Ligada. Erling Haaland orqasida 21 gol bilan quvyapti. Xo'sh, assistlar bo'yicha yetakchilikda ham Muhammad Salah oldinda 17 assist bilan. Xo'sh, endi Liverpoolning kubok o'yinida Newcastlga qarshi o'yini haqida sizlarga biroz tahlil qilib bermoqchiman. Liverpool 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Xo'sh, endi bu Liverpoolning kubok o'yinida finalida Angliya kubok finalida chiqib ketdi. Endi kubokni berib qo'ydi. Fevralda juda yaxshi anaqalarda qatnashayotgandi. Barcha o'zi qatnashayotgan turnirlarda favoritlar qatorida edi va birin-ketin pasayishlar kuzatila boshladi Liverpoolda. PSJga qarshi uchragan mag'lubiyat ularga juda qattiq ta'sir qilgan kunlarda, chunki Newcastlga qarshi kayfiyatsiz o'ynadi jamoa. Virgil van Dijk ham, Muhammad Salah ham ancha yuzlarda asabiylik ko'rindi. Ko'pgina hollarda Muhammad Salah so'kingan holatlarni ko'rdik, asabiylashib baqirgan holatlarni ko'rdik bu o'yinda. Va bu unda 2-1 hisobda mag'lub bo'ldi Liverpool jamoasi. Newcastlda Beren va Alexander gol urdi. Liverpoolda esa 90+4-daqiqasi Chiesa hisobni qisqartirdi. Umumiy zarbalarga keladigan bo'lsak, bu finalda, kubok finalida Newcastlda 17 ta zarba, Liverpoolda 7 ta zarba. Aniq zarbalar 2-6. Newcastlda biroz ustunlik, lekin to'pni egallab turishda Liverpool jamoasi 66% ustunlik. Va qiziq shundaki, Muhammad Salah finallarda gol urmagan ekan va bu finallarda gol urmaganligi, o'yinda gol urmaganligi bilinib turibdiki, oltin to'pga biroz loyiq emasligi sezilib qoladi. Shu statistikalari nima deb o'ylaysizlar Muhammad Salah? Va bu kubokni berib qo'yishi bilan Liverpoolda yagona yutuvchi kubogi Premyer Liga qoldi. Boshqa hamma chempionat anaqalaridan chiqib ketdi. Va bu yutishi Liverpool Premyer Ligani yutishi xuddiki GMdan oldindan pul to'lab qo'yasiz-u, 1 yildan keyin mashina chiqadi-yu, xuddi shunday, ya'ni olganingizdan keyin xursandchilik tuyg'usini his qilmaysiz. 1 yil bilasiz mashina chiqishini va olganingizdan keyin
xursand bo'lmaysiz. Xuddi shunaqa xursand bo'lmaydi deb o'ylayman Liverpul jamoasi, chunki deyarli aniq deb o'ylayman. Liverpulni Premyer Ligada yutishi 12 ochkoli farq deyarli berib qo'ymasa kerak, chunki yagona kurashuvchi turniri shu, boshqa turnirlarga e'tibor qaratmaydi. E'tibor qaratuvchi turniri shu qoldi. Va bu g'alaba bularga tatimaydi deb o'ylayman. Va Liverpul jamoasida Virgil van Dijk va Muhammad Salahni shartnoma uzaytirish haqida hech qanday yangiliklar yo'q. Ular yozda jamoani tark etishlari mumkin va bular tark etsa Arne Slot bularni o'rnini qanday to'ldiradi deb o'ylasizlar? Kim o'rniga kelsa ularni o'rnini yopib ketishi mumkin. Albatta bularni shulardek harakat qilish qiyin bo'ladi-yu, lekin shulardek o'ynashga harakat qiladi. Kimlar mumkin? O'z taxminlaringizni yozib qo'ying. Liverpul agar bular ketadigan bo'lsa, o'rniga kimlar taklif etish kerak? O'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Xo'sh, endi La Ligaga e'tibor qaratamiz. La Ligaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, eng asosiy o'yinlardan yetakchilar o'yinlarini tahlil qilamiz. Real Madrid mehmonda 2-1 hisobda g'alaba qozondi va Real Madrid muxlislarini tabriklayman bu g'alaba bilan. Qiyinchilik bilan bo'lsa-da g'alaba qozondi. O'yinning 7-daqiqasida Villarreal hisobni ochdi. Yohan Foyt va bu golga birinchi bo'limning o'zidayoq kuchi borligida desak ham bo'ladi, chunki Real Madrid Atletico Madrid bilan Chempionlar Ligasida 120 daqiqalik og'ir o'yin o'tkazib kelgandi. Charchoq alomatlari bor edi va kuchlari bor edi. G'alabani qo'lga kiritishib oldi desak bo'ladi. Chunki o'yinning 17-daqiqasida va 23-daqiqasida Kylian Mbappe Real Madrid gollariga mualliflik qildi. Bu g'alabasi bilan, bu o'yin shanba kuni bo'lgani boisdan bu g'alabasi bilan vaqtinchalik bo'lsa-da La Ligada yetakchilik pog'onasiga chiqdi. Xo'sh, endi bu o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, Villarreal bu mag'lubiyatgacha 2025-yil davomida bir o'yinda 2 yoki undan ortiq gol o'tkazib yubormagan ekan. Va bular o'rtasiga o'zaro o'yinlarga biz mana nazar tashlaymiz. Bu umumiy o'yinlar, lekin Real Madrid Villarrealga qarshi mehmonda hech ham yuta olmayotgan edi ekan. Mana ikkinchi o'yinda mana o'zaro o'yinlarda ikkinchi o'yinda ko'rib turibsizlar. Mana qolgan o'yinlarga nazar tashlashingiz mumkin. La Ligada bo'lib o'tadigan o'yinlarda biroz Villarrealga qarshi qiyinchiliklarga duch kelyapti ekan. Lekin bu an'anasini o'chirib tashladi desak ham bo'ladi. Bu g'alabasi bilan va o'yin tugagandan so'ng ko'rdikki, Real Madrid o'yinchilar barchasi maydonga yotib olishdi, charchaganliklarini ko'rib turibmiz va bu o'yinda Real Madrid ba'zi yo'qotishlar bo'ldi va Fran Garcia bu o'yinda jarohat olib maydon tark etdi. Jarohati bir oy 2-3 haftami deyilyapti. Ko'ramiz tiklanish jarayoni qanchalik tez yoki sekin ketishini va uning o'rniga Real Madrid FIFA kunlaridan keyin o'zining akademiyasida o'yinchi tortishini ko'p ispan nashrlari yozyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Chunki Ferland Mendy ham jarohat olgan. Chap qanotda himoyasiga kimlar qo'yishi mumkin? Carlo Ancelotti o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kim o'ynashi mumkin? Yoki o'sha o'zining akademiyasida birorta yosh o'yinchini qo'yadi deb o'ylaysizlarmi? O'z fikrlaringizni, taxminlaringizni yozib qoldiring. Mening taxminimcha
yana o'sha doimgidek Chouameni yoki Kamavinga qanotga o'tsa kerak deb o'ylayman himoyaga. Dastlabki daqiqalardan tavakkal qilmasa kerak, yosh o'yinchini tashlab sekin-sekin moslashtirsa kerak deb o'ylayman. Akademiyadan o'yinchi taklif qilsa ham bu pozitsiyaga oxirgi daqiqalarda, o'yinning oxirgi daqiqalarida biroz imkoniyatlar berib, daqiqalar berib moslashtirsa kerak deb o'ylayman. O'sha o'yindan keyin murabbiy va futbolchilar fikrlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Kylian Mbappe shunday deyaptiki, charchoq mavjud, ammo jamoa ruhini yuqori tutyapmiz va g'alabaga erishdik degan fikr bildiribdi. O'yin haqida Villarreal bosh murabbiyining fikrlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, shunday debdiki, erta gol urganimizdan so'ng o'yinni nazorat qila olmadik va Real Madridning tajribasi ustun keldi deya fikr bildiribdi. Va La Ligadagi g'oliblik ko'p ehtimol El Clasicoda hal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yoki nima deb o'ylaysizlar? Ungacha yetakchilar qoqiladi deb o'ylaysizlar? Ungacha hal bo'lib ketishi mumkin deb o'ylaysizlar? Nima deb o'ylaysizlar La Ligada? O'z taxminlaringizni yozib qoldiring. Qachon hal bo'lishi mumkin? Lekin asosiy hal qiluvchi o'yinlar shu aprelda bo'ladi. Barcha ligalarda. O'sha endi La Ligadagi eng fantastik o'yinga e'tibor qaratamiz. O'yin Atletico Madrid o'z uyida Barselonani qabul qildi va yanami deydigan holga yetib keldi. Atletico Madrid Barselona bilan bu mavsum juda ko'p o'ynayapti. Kubokda ham, ligada ham. Va bular o'rtasida yana o'yin bor. FIFA kunlaridan keyin. O'yin juda ham qiziqarli ruhda kechdi. Bu o'yinni tahlil qiladigan bo'lsak, o'yin unga tabiiyki Atletico Madrid charchoq bilan yetib keldi. Chunki 120 daqiqalik og'ir o'yin o'tkazdi Real Madridga qarshi Chempionlar Ligasi doirasida. Va bu tabiiyki o'yinda ikkinchi bo'limda sezilib qoldi desak ham bo'ladi. Atletico Madrid bosh murabbiy o'zgartirishlar qilishga ulgurmadi. O'yinda gollar urilayotgan paytda o'yinni tahlil qiladigan bo'lsak, Barselona bu o'yinda 4-3-3 sxemasida o'yinni boshladi. Birinchi bo'limda to'pga egalik qildi 60%. Biroq Atleticoning mustahkam himoyasi sababli Barselonaning XG'si 0.37 ni tashkil qildi. Birinchi bo'limda bu yomon natija hisoblanadi. Atletico anchagina himoyaga zichligi o'rnatdi. O'yinni tahlil qiladigan bo'lsak, Casado yagona tayanch yarim himoya sifatida harakat qildi bu o'yinda. Pedri va Olmo Atleticoning ikkita himoya liniyasi orasida harakatlandi va bo'ysunmalar yaratishga harakat qildi. Bu harakatlari orqali Pedri to'pni Casado va Olmolar o'rtasida uzatmalar amalga oshirib, himoyachilarni chalg'itdi va Barselona asosan qanotlardan hujum qildi. Yorib o'tishga harakat qildi birinchi o'yinda. Ammo bunga muvaffaq bo'lmadi. O'yinning oxirida qarshi hujum natijasida Diego Simeonening o'g'li uzatmasidan so'ng Julian Alvarez gol urdi va birinchi bo'limda 1-0 hisobda g'olib bo'lib kirib ketdi.
birinchi bo'lim yakunlandi. O'yindagi asosiy uriluvchi voqealar ikkinchi bo'limda yuz berdi. Ikkinchi bo'limda bo'ldi, chunki Atletico Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone bir qancha o'zgarishlarni amalga oshirdi, chunki jamoada bir qancha ko'p o'yinchilar charchagan edi. Va Barselona ustozi ham bu o'yinda jiddiy o'zgarishlar amalga oshirdi, qo'rqmadi, tavakkal yurishlar qildi. O'yinda asosiy burilishlar bu o'yinda asosiy burilishlarga sabab deb o'ylayman ikkala murabbiyning o'zgartirishlari, o'yinchilarni jamoa maydonga tushirishlari sabab deb o'ylayman. Chunki Atletico Madridda asosiy burilishda sababchi bo'lgan, gol urishga muvaffaq bo'lgan Julian Alvaresning o'rniga Charlotte maydonga tushdi va Linoning o'rniga Gallagher va bu Gallagher va Charlotte Atletico Madridning ikkinchi goliga sababchi bo'ldi va 2-0 hisobda oldinga chiqib oldi o'yinning 70-daqiqasida. Va bu o'yinda burilish nuqtasi deb ko'pchilik aytayotgan o'yinning 72-daqiqasida Robert Lewandowski gol urdi. Comeback qiluvchi asosiy ishni boshlab berdi Lewandowski. Yo'q joydan gol urdi desak xato bo'ladi, chunki bu kutilgandek pas edi. Hal qildi. Bir o'zi Inigo Martinez uzatmasdan so'ng va Barselonada bu golgacha o'zgarish juda qiziqarli o'zgarishlar amalga oshirgandi. Taktik o'zgarishlar: Hans Flick Barselona bosh murabbiyi Dani Olmoni oldi, o'rniga Ferran Torresni tushirdi va Casadoni olib Erik Garsiani tayanchga tushirdi. Bu orqali himoyani mustahkamladi va hujumda ustunlikka ega bo'lish uchun qo'shimcha hujumchi tushirdi va qizig'i Lewandowskini olmadi. Olmaganligi bir tarafdan yordam berdi. Va aytib o'tgandek 72-daqiqada hisobni qisqartirdi va Ferran Torres 78-daqiqasida o'yinning 78-daqiqasida 2-2 qilib hisobni tenglashtirdi va bu gol qanday yuzaga keldi degan bo'lsak, Barselona zonalar oshdi, Atletico Madridning himoyasini buzdi desak bo'ladi, chunki Atleticoning markaziy himoyasi Robert Lewandowskini yopishga harakat qildi va buni Barselona o'yinchilari sezdi. Pedri, Rafinha va Lamine Yamal buni sezdi va ochiq turgan Ferran Torresga uzatdi va Ferran Torres boshi bilan gol urdi bu o'yinda. Va o'yindagi g'alaba golini esa Lamine Yamal garchi rikoshet bilan bo'lsa-da 90+2-daqiqasida g'alaba golini urdi, chunki o'yindagi g'alaba goli desak ham bo'ladi. Va 90+8-daqiqada birato'la Atletico Madrid yakuniy gol urdi va o'yindagi 4-golni urdi va o'yin 4-2 hisobda yakunlandi. Va 2-2 hisobdan so'ng nimalar o'zgardi degan bo'lsak, Hans Flick juda qiziqarli o'zgarishlar amalga oshirdi. Endi gollar tahlil qiladigan bo'lsak, Ferran Torres aytib o'tgandek 78-daqiqada gol urdi-yu, o'sha golgacha Atletico Madrid o'yinchi o'zgartira olmadi va o'zgartira olmaganligi u Atletico Madridning xatosi bo'ldi. Ulgurmadi desak ham bo'ladi bu golga, chunki Diego Simeone ham o'yindan keyin aytib o'tdi, men o'yinchi almashtirishga ulgurmadim va Ferran Torres gol urib qo'ydi va bu gol
Barselonaga ruhiyat bag'ishlab yubordi dedi. Chunki u golgachadan keyin yarim himoyada o'z o'g'li Simeoneni o'rniga Himenes maydonga tushirdi-da va Barselona ustodi ham qiziq yurishlar amalga oshirdi. O'yinning oxirgi daqiqalarida 86-daqiqada ikkita o'zgarish qildi, chunki Atletico Madrid 2-2 dan so'ng qanotlarda hujum qilayotganini bildi va qanotlarda Balde ham, Kunde ham harakat shikasti borligi bois qo'polroq qattiqroq o'ynolmayapti va buni sezdi va o'rniga Baldeni o'rniga Martinni tushirdi va Kundeni o'rniga Araujoni tushirdi va bu orqali Atletico Madridni qarshi hujumlarni yopib qo'ydi. Yagona qanotdan hujumlar amalga oshayotgani shular ham yopildi va hisobni tenglashtirishga imkon bermadi Barselona ustozi. Aynan hal qiluvchi o'zgarishlar shular deb o'ylayman. Barselonada g'alaba qozonishga yordam bergan uchrashuv, g'alaba golini saqlab qolishga yordam bergan o'zgarishlar shu Araujo va Martinning o'zgarishlari. Yangi tushgan kuchga to'lgan va sariq kartochkasi yo'liga ular qarshi hujumlarni to'sdi ular. Men uchun asosiy burilishlar shular deb o'ylayman. Sizlar uchun asosiy burilishlar qaysi deb o'ylaysizlar? O'z fikrlaringizni yozib qoldiring bu o'yin haqida. Va bu g'alabasi bilan Barselona muxlislarini tabriklayman. Va Barselona bu g'alabasi bilan La Ligada yetakchilik safiga qaytdi, birinchi o'ringa. Garchi bir o'yin kam o'tkazgan bo'lsa ham, endi bu turnir jadvalini ko'rib tursa, 28-turdan so'ng Real Madrid ham Barselonaga 60 ochko to'plagan. Endi Barselona ko'proq gol urganligi evaziga oldinda bo'lib turibdi. Va 3-Atletico Madrid mag'lubiyatdan so'ng 3-o'ringa tushib ketdi. Lekin bu degani chempionlik poygasidan tushib ketdi deb o'ylamayman. Hali davom etadi, chunki Atletico Madrid chempionlar ligasidan chiqib ketdi. E'tibori endi kubok o'yini bilan, Ispaniya kubogi bilan La Liga qoldi. Va Atletico Madrid va Barselona kubok o'yinida yana to'qnash kelishadi. Xo'sh, bu kubok o'yinida kim g'alaba qozonishi mumkin deb o'ylayman. Oldingi natijani aytib o'taman. Atletico Madrid kubok o'yinida oldin Barselona bilan 4-4 hisobda durang o'ynashgan. Bu degan hali hech narsa hal bo'lgani yo'q. Hech narsani o'ylamay kelishadi jamoalar. Nima deb o'ylaysizlar? Bu kubok o'yinida kim finalga chiqishi mumkin? Atletico Madrid va Barselona o'rtasidan o'z taxminlaringizni, fikrlaringizni yozib qoldiring. Xo'sh, Atletico Madrid va Barselona murabbiy va o'yinchilarining fikrlariga e'tibor qaratamiz. Qiziqarli fikrlar aytib o'tgan bu o'yin haqida. Xo'sh, Diego Simeonening o'yin haqida fikrlariga e'tibor qaratamiz. U shunday debdiki, o'yin haqida men allaqachon aytgan edim, Barselona hozirda eng yaxshi futbol o'ynayotgan jamoa. Ular jamoaviy o'yinni juda yaxshi tashkil qilishadi, maydonda to'pni juda yaxshi taqsimlashadi, bir-biriga juda yaxshi tushunadi bu maydonda. Bundan tashqari ular individual mahoratda juda yuqori bo'lgan futbolchilar bor. Ular shunchaki to'p bilan yaxshi harakat qilmaydi, balki individual mahorat bilan ham natija chiqara oladi. Ularning o'yin uslubi bir necha yo'nalishda ishlaydi. Qanotlardan keladigan uzatmalar, markaz orqali quriladigan kombinatsiyalar, albatta o'yinchilarning individual harakatlari. Agar jamoaning qancha gol urganiga qarasangiz, katta qismi qanotdan kelgan uzatmalar orqali amalga oshirilgan. Bugun ham bundan mustasno emas edi. Ular qanotdan keladigan uzatmalar orqali bizning himoyamizni sindirishga harakat qilishdi.
Barselona himoyani bo'sh joy yaratib, yorib o'tishdi va jarima maydonida ko'proq futbolchilar to'plash borasida juda yaxshi ishlaydi. Ferranning goli ham bunday taktik yondashuvning natijasi bo'ldi. Biz albatta harakat qildik, o'yinga to'g'ri yondashishga intildik, lekin ikkinchi bo'limda Barselona ustunlik qildi. Ularning pressing darajasi yuqori bo'ldi va biz hujumga o'tishimizni qiyinlashtirdi. Endi bu mag'lubiyatdan xulosa chiqarishimiz kerak. Biz o'z o'yinimizni yaxshilanishimiz shart. Barselona bilan teppa-teng kurashish uchun yaxshiroq o'yin ko'rsatishimiz lozim. Lekin men futbolchilarning harakatidan mamnunman. Ular oxirigacha kurashdi, deya fikr bildiribdi. Va bu fikrlarga qo'shilasizlarmi degasim keldi. O'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Xo'sh, o'yindan keyin Yamanning fikrlariga biroz e'tibor qaratamiz. Bu o'yin siz uchun muhimmidi deganda, g'alaba va o'yin haqida so'rashganda u shunday debki, lekin bu muhim narsa emas, lekin 100% bu g'alaba bizga hamma narsani berdi. Milliy jamoalarga tanaffusga chiqishdan oldin g'alaba qozonib, bitta kam o'yin bilan peshqadam bo'lish juda muhim edi biz uchun. Fikr bildirdi va jurnalist shunday javob bergan: jamoaning siri nima dedi? Chunki hech kim bu stadionda 20 daqiqada Atletikoga 4 gol urmagan deya so'raganda shunday debdiki, menimcha bu g'azabdan, kuchsizligimizni his qilishdan kelib chiqdi. Chunki biz bor kuchimizni berayotgan edik, lekin g'alaba qozona olmayotgandik, deya fikr bildiribdi. Va bu fikr Lamin Yamalning fikrlariga nima deb o'ylaysizlar? Qo'shilasizlarmi, qo'shilmaysizlarmi? O'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Endi Hans Flickning o'yin haqida fikrlariga biroz e'tibor qaratadigan bo'lsak, shunday debdiki, biz juda yaxshi o'yin o'tkazdik va 2 gol o'tkazib yuborganimizga qaramay o'zimizni yo'qotmadik. Atletiko hujumkor jamoa, juda kuchli jamoa, lekin biz o'zimizni kurashishimiz, g'alabaga bo'lgan ishtiyoqimiz bilan maydonga chiqdik va men futbolchilarimdan hayratdaman. Biz hujumda samarali harakat qildik, himoyada esa qiyin vaziyatlarga dosh berib, o'zimizga bo'lgan ishonchni yo'qotmadik. Bugungi o'yin aynan shu narsalarni isbotladi. Jamoa jismonan yaxshi tayyorlangan, ruhiy jihatdan ham juda barqaror edi. Biz oldindan bu uchrashuv qiyin bo'lishini bilardik, lekin shunga qaramay maydonda intizomli o'yin ko'rsatdik. Har bir o'yinchi o'z vazifasini a'lo darajada bajardi. Jamoa sifatida harakat qilib, bizga kerakli natijalarni olib keldi, deya fikr bildirdi o'yin haqida. O'sha La Ligada haqida tahlillarim shulardan iborat edi. To'purlabasda Robert Lewandowski 22 gol bilan yetakchilik qilyapti. Uning orqasidan Kylian Mbappe qo'yapti 2 gol bilan. Assistlar borasida Lamin Yamal 11 assist bilan yetakchilik qilyapti La Ligada. Uning orqasidan Iñaki Williams va Rafinha turibdi. Assistlar yetakchiligida. La Liganing qolgan o'yinlarini ko'rib olishingiz mumkin ekranlaringizda. Xo'sh, bu o'yindagi La Ligadagi eng muhimlardan birini aytmoqman. Gol qatnashayotgan. Chunki Antoni bu haqida biroz gapirib o'tmoqchiman. Real Betis Leganes bilan o'ynadi va bu o'yindan qiziqarli ruhda kechdi. Chunki bu o'yinda ham Betis 2-0 hisobda yutqazib turgan edi va 3-3 hisobda g'alabani ilib ketdi va bu g'alabaga Antoni, hayotlarga sabab bo'layotgan Antoni yordam berdi g'alabasiga, jamoasining g'alabasiga. Va bu g'alabasi bilan 6-o'ringa ko'tarildi va Yevrokuboklar uchun beriladigan o'rinlar uchun kurashda davom etyapti. Xo'sh, bugungi tahlillarimiz shulardan iborat edi. Xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman.
O'z fikrlaringizni yozib qolding. Buyog'iga FIFA kunlari boshlanadi. FIFA kunlarida O'zbekiston ikkita o'yin o'tkazadi. Qirg'iziston va Eronga qarshi men maksimal natija kutib qolaman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi o'yinda qanday natija kutyapsizlar? Va shu ikkita o'yin ko'proq hal qiladi deb o'ylayman. Natijalar keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini keskin oshirib yuborishi yoki biroz pasaytirib yuborishlari mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston va Eron o'rtasidagi uchrashuvlardagi natijalar nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni yozib qolding. Barchaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.